Vau, shunaqa padachani ko'rganmisiz? To'g'risi bu ovqatni Instagramda ko'rganimda narxi otni kallasidek bo'lsa kerak deb o'yladim. Birinchi taylanishiga qiziqib ko'rdim. Oddiy lavashlar ham haqiqiy turk tandirida yopilar ekan. Keyin maxsus belkuroga danar go'shti, noni va frilar bilan birga berilar ekan. Betga mehmonlarni olib kelsangiz, ham hayron qoldira olasiz. Hamma zavq kechadi. Undan tashqari bu joyda Chef Tomik degan taom bor ekan. Ko'rishlari qanaqadir Jizzax somsaga o'xshab ketyapti. Lekin farqli tomoni, bunda danar go'shti va bir dunyo sir bor. Narxi 59 ming ekan. Ovqatlarimiz ham yetib keldi. Qani dasturxonga marhamat. Yumshoq pishgan go'shtlar, souslar bilan ajoyib ta'm. Ma'mini sirlarini cho'zilishini qarang, mazasi ham yaxshi. Bunisi endi muhtasham burger. Toshkentda birinchi chiqqanlaridan. Sirli sous bilan vijillatib berishar ekan. Narxi 99 ming. Mazasi arziydi lekin. Belkureli mashhur ovqatiga kelsak, 1 kilosi 585 ming. Yonida free souslar bilan ekan. Xohlasangiz 500 mingga go'shtni o'zini buyurtma bersangiz bo'ladi. Menimcha 4-5 kishi bemalol to'yadi. Undan tashqari shirinlik xo'rlar uchun cheescake'larni ham tayyorlab qo'yishdi. Menga yoqdi. O'tirishga ikkita zal bor ekan. Xohlasangiz oilaviy, xohlasangiz umumiy zal. Muhtasham doner. Tavsiya qilaman. Manzil Yunusobod tumani, Niyozbek yo'li ko'chasi 12-uy. Aniq lokatsiya Telegram kanalda bor.